menimcha. Do'stlar, biz bu yerda Bekson bilan chiqolmay qo'ygandik. Sen chiqdingmi? Men chiqyapman. Xo'p, chiqsa bo'ladi ekan do'stlar, kreativ qilmoqchi edik. To'g'rimi? Ha. Ey, yuqoriga qazi. Bo'ldi. Qoch. Qachonchi? Bizning nimamiz, mening bazamdagi narsalar kim etdingmi? Ifritlar edi. Ko'rmasa. Xo'p, do'stlar, kreativga o'tamiz hozir. Ana kreativga o'tmang. Sen bozorga ket. Mana, ye. Hozir qo'yib Ularni o'ldiramiz. Ularni mening bazamga men deyarli men sizlarni o'zlaringning tayoqchalaring bilan yotaman. Mazza qilib lavada cho'milyapman. Necha baho berasan, qara. Bo'zon. Nima? Qayerdaman? Sen xoling. Ostondan bir ana bilan obsidian bilan qilgan eding. Ha? Bo'zon, men nega adashdim? Ana. Endi kim yutdi deb hisoblaysan? Qo'ydir. Men hali bo'lmadim-ku. Kirib bo'lmadim. Kirishing kerak, kirib bo'ladi. Sen yutqazdim deysanmi? Ey, bloklar qo'yish taqiqlanadi. Bo'ldi. Ha, to'xtagin. Nima? Yana uchinchi qo'yamizga o'xshaydi-ku. Ha. Qanday shunaqa? Ha, sen bularni aytyapsanmi? Men rostini aytaymi? Men nima qilganimni men aslida boru. Seni bilaman. Sen ana uyingni bilmasdan Ha. Vaqtimi ekonom qildim. Men ushlaman demadim. Ey do'stlar, endi xolos ketdik keyingi uyga, bazaga. Chiq o'yindan. Kreativga o'tkaz. Hozirda qolib kreativga o'tkaz. Bile Borzan mı oynamam. Gösterdim Borzan. Do'stlar, xullas u uyga ketmoqchi ekan. Shuning uchun ham o'sha yerda videomiz tugaydi. Do'stlar, xullas keyingi qismat chiqarishimiz uchun iltimos kanalga obuna bo'linglar va like bosib qoldiringlar. Va kommentariy ham yozib qoldiringlar. Xayr.